Yana bitta obyekt usta akamiz Komol aka tomonidan bitkazilibdi. Asl 180 kvadratlik bizlar obyektga kelganmiz. Baho berilib, bay uyimiz ham uy ekan. Juda ham chiroyli chiqdi. Asl hozir sizlar bu summani eshitsalaringiz agar hammalaringiz yetkazadigan qilganlaringiz keladi. Mana shu hovlimiz usta haqi, material hamma narsasi ichida $1600 ga bitgan ekan. Juda ham zo'r summaga bitgan. Usta haqi, material hamma narsasi ichida. Fasad qismini mana shu chiroyli holatda rombik fasonda ustaklar bitkazib berishgan, juda ham chiroyli chiqqan. Hovliga fasoniga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bu tomonlaridan arkalarini двойной rombik fason urib berganlar, juda ham chiroyli chiqdi. Yaltirashlariga bitta alohida baho bersalaringiz bo'ladi. Ustaklarimiz 12 davlat bo'yicha xizmat ko'rsatar ekanlar. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Yaltirashlarni qaranglar. Devorni qayerdan ko'rishlaringizdan qat'iy nazar chiroyli yaltirab zo'r chiqadi. 10 yillik garantiya bor mana shu ishlarga. Murojaat qilinglar, chiroyli narxlarda urib beradilar. $1600 ga bitgan obyektni bugun sizlar bilan ko'rib chiqdik. Usta haqi, material, tiyaga hamma narsasi ichida mana shu summaga bitgan ekan. Bemalol murojaat qilaverasizlar, sizlarning hovlaringizni mana shu chiroyli holatda bitkazib beradi. Uyning fasad qismini remont qilaman degan akalarimizga bu videoni tashlab qo'yamiz. Bemalol gazini bosib telefon qilaverasizlar.